Tog'li Kiyofil rolini aslida nima o'ynash kerak bo'lgan? Shukrullo Isroilov, Shukur aka. Yo'q a? Ha, Shukur aka. Meni rolimni Valijon o'ynashi kerak bo'lgan, Valijon Shamsiyev. Mana shu uy bu meniki. Va bu qo'shnim. Bu Qalpoqdagi nima deydi? Tog'a asosan Qalpoqning asos qahramoni bo'lgani uchun opa, bular mayli, mulovirdi-yu, lekin men ancha qiynalib qoldim. Endi sizni Xitoyda, Turkiyada, Saudiyada uylaringiz borligidan xabarimiz bor. Dubayda uyingiz bor. Bir oyda kamida hozirgi kunda 2,5 ming, 3 ming funt sterlingni beradi. Ha, 4,000 dollar atrofida. Ha. Zo'r ekan, lekin. O'zi siz xafa bo'lmaysizmi masxaraboz deyishdi? Endi masxarabozlik har xilda. Endi masalan biz ko'proq meravoy. Dunyoni kamida 10 ta eng rivojlangan davlatida bo'lgansizda. Ha. Mana shunaqa zo'r dasturxon qilish uchun u yoqda qancha pul sarflashadi? Endi to'g'risini aytsam, bunaqa zo'r dasturxon qilmaydi. Masalan, Xitoyda yo Arabistonda yo nimada boshqa davlatlarda borganman, bir xillari tomoshabin bilan ishlasam, hazilni tushunmay chiqib ketib qolgan joylari ham bo'lgandi. To'g'risi esimdan chiqqanligi uchun nima sovg'a beraman deb ko'p o'yladim va bizda shu azaldan bir yaxshi odat bor. Nahotki Xitoyda qiziqchi yo'q. Hozir dunyo qiziqchilarining 70% Xitoyda ishlayapti. Ishadi shu. Yorilib ketay dedim. Iqtisodiy tarafdan majbur bo'ldim shu masxarabozlikda klounada yo'nalishni ushlashga. Iqtisod nuqtai nazaridan hayot bu, ishlash kerak, yashash kerak. Men aytyapman, oxirgi paytda men hech kinoga ham, serialga ham taklif olganim yo'q. Bilasizmi nima sabab? Menimcha